Bu jonim 1 soatda ichida shunaqa shortiklardan naqd 100 ta tikadilar. Aytsam ishonmaysiz, lekin bu bor gap. Ko'rib hayron qoldim. O'zi ham 5 xil rangidan tikyaptilar. Menimcha bular bolalar uchun eng hadavoy ranglar. Qora, temный siniy, серый, bordoviy va eng oxirgisi pushti desa pushti emas, oranjivoy desa oranjivoy ham emas. Menimcha persikovoy desam u ham to'g'ri kelmaydi. Xullas rangni o'zingiz ko'rdingiz. Bu jonim shortiklarni shaqillatib tikib, bu arada menga qeyti qanaqaligi haqida ma'lumot ham berib o'tdilar. Men bo'lsa bu jonimga qiziq gaplardan gapirib, motivatsiyalarini oshirib turdim desam ham noto'g'ri bo'lmaydi. O'tgan safar ham ishton tikkanlarida video qilib qo'ygandim. U bilan buni farqi, uni chetida ikkita poloskasi bor edi. Cho'ntaklari bilan. Bunda cho'ntak ham poloska ham yo'q. Materiali bo'lsa HB bilan sintetikani o'rtasi ekan. Voyvo, ishtonning iplari osilib ketibdi. U bo'pti, bu bo'pti, yaxshilab tikinglar degan negativlar yozishga shoshilmang. Bu jonni faqat tikib rezinkasini qo'yib berar ekanlar. Keyingi jarayonda bu shortiklar cheska qilinar ekan. Atrofdagi ortiqcha iplari qirqilib, keyin raspa qilinar ekan. Yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Shu kunlarda 30 ming bo'lishimiz kerak.